kirasizlar. Bugun biz men va'da bergandek mana serverga qanday kirishni aytib o'taman do'stlar. Birinchi navbatda video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Xo'p, mening krutoy va krasavchik obunachilarim. Unda biz videoni boshladik. Salomlashib qo'ying Smert akam. Hay. Xo'p. Boshda biz serverga kirish uchun настройкаga kiramiz. Boshda avval настройкаdan do'stlar, mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz, uchastik degan yerga tushib, imya deganiga o'zingizni nikingizni yozasiz. Ismingizni agar serverda ismingizni yozib kirgan bo'lsalar, kirmaydi. Agar ismingiz yozilmagan bo'lsa, boshqa o'yinchida unda kiradi. Xo'p, shunday qilib ismingizni bu yerga yozasiz. Men yozib qo'yibman mana do'stlar. Xo'p, keyin igratga bosib serverga kirsangiz, mana shu yerda mana bunday qilib chiqadi. Hozir ko'rsataman sizga. Mana MS Zone deb chiqadi do'stlar. Shuning ustiga bosasiz va hozir to'xtang. Bosasiz mana Minecraftga serverga kirganingizdan so'ng mana bunda Vidivaniya, Anarxiya va Mini Igromedan narsalar chiqadi. Mana shular siz Vidivaniyaga, Anarxiyaga kirmoqchi bo'lsangiz, shularni mana buni yoki mana buni bosasiz. Anarxiyani yoki Vidivaniyani bosasiz. Kamonni rasmi turgan bu nima edi Smert aka? Aytib bering. Skywars deyilgan o'yin. Mana shunga kirib do'stlaringiz bilan o'ynasangiz bo'ladi. Biz hozir Vidivaniyaga kiramiz. Kirgandan so'ng do'stlar, mana shu yerda mana 3-4 Vidivaniyalar deganingiz xohlaganingizni bosasiz. Biz 6-ni bosamiz. 6-ni bosamiz biz. Shundaymi Smert aka? Xo'p. Shunday qilib serverga kirasiz. Hozir mana kiryapmiz do'stlar. Do'stlar, mana shunday yaxshi videolar chiqishi uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Yana sizga bitta yangilikim bor do'stlar. Sizlar Telegram kanalimga ham kirib qo'yishingiz mumkin. Kommentariyada Telegram kanalimni chiqarib qo'yibman do'stlar. Mana do'stlar, biz kirdik. Esingizda bo'lsa, biz o'ynagandik bu yerda. Siz kirganingizda mana bu yeringizda sizga parol deb chiqadi. Sho'ringizga xohlagan parolingizni qo'yasiz va hech kimga bo'lmagan parolni qo'yasiz va shunday qilib do'stlar, shunday qilib parolni yozasiz. Parolni yozganingizdan so'ng esa siz mana shunday serverga kirasiz. Keyin biz Smert akam bilan sizlarga do'stlar, biz Smert akam bilan kelishgan holatda sizlarga bir ikkita cheat kodlarni nima qilamiz? Ko'rsatamiz. Albatta, ko'rsatamiz. Shuning uchun biz harakatimiz uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Yaqinda 200 ta podpischik bo'ldik, undan ham oshib ketdik, shundaymi? 244 ta. Do'stlar, mana endi biz boshda siz mana bunday yozadiganiga kirasiz va birinchisi sizga eng kerakli narsa bu. Masalan, bir adashib qolsangiz, men shunday bir yerlarga tushib chiqolmay qolsangiz, sizlarga eng kerak narsa bu spawn joyiga qaytish. Ya'ni mana sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shunday qilib sp desangiz, spawnda paydo bo'lib qolasiz. Mana do'stlar, spawndamiz biz. Biz spawndamiz.
o'tgan safar ko'rsatgandek RTP esa boshqa joyda paydo qiladi, shundaymi? O'tdagi Smert aka. Aha. Keyin yana nimalar bor edi? Hozircha uyga boraveramiz. Hozircha uyga. Sizlarga uyingizni tuzsangiz, uyingizga borish uchun Home 1 deb yozishingiz kerak bo'ladi. Home 1 mana. Shunda uyingizga borasiz. Home 1ni yasash kerak. Boshda yasash kerak, ana. Set Home 1 deb. Shunday. Set Home 1 deb yasaysiz. Boshda oldin uyingizni. Xo'p, keyingi cheat kodimiz Nima bu? Auksion bo'ladi, do'stlar. Nechkadi? Qanday qilib? O'yin sotish. Avval komanda chizig'i. Komanda, ya'ni qiyshiq chiziq. Keyin esa A va yumshoq H. mana shunday yumshoq H. Shuni bossangiz, do'stlar, mana shunday produkti predmetigi va kupit predmeti, do'stlar, mana shunday chiqadi. Sotmoqchi bo'lsangiz birinchiga kirasiz va o'sha narsani qo'lda ushlab turish kerak. Mana masalan, men sotaman mana shu temir bo'lakchasi 1 tiyinga. Mana shuni bosasiz va qancha narxga sotishingizni yozasiz. Qanchaga sotamiz bu temir bo'lakchasini? 1 tiyinga. 1 tiyinga. Statistiklar kelsa oladi. Mana 1 tiyinga sotamiz. Ketdi. Auksionga yo'q. Nima dedi? Mumkin emas, menimcha. Yo'q, o'xshamadi. Xo'p, o'zingiz nima qilaverasiz? Ikkinchi cheat kodimiz shop. Ya'ni avval qiyshiq chiziq. Bu do'kon. Bu do'kon bo'ladi, do'stlar. Do'konda narsa qilishingiz kerak bo'ladi-yu. Mana shunday qiyshiq chiziq, do'stlar, va keyin shunday qilib aytingchi? shop, do'stlar. Shop, mana shuni bossangiz, mana bloki va predmetida zeli blokiga kirsangiz, do'stlar, mana bunday hozir chiqadi, do'stlar. Taxta, mana tosh, kamen, shunday zimlar, mana shular chiqadi. Shundaymi, Smert aka? Va biz yana bitta muhim narsani unutdik. Nima? Start. U nima edi o'zi? Cho'lak beradi. Mana eng asosiy narsa. Start deb yozsangiz, do'stlar, sizga do'stlar, start deb yozsangiz, mana do'stlar, hozir mana shunday start desangiz, do'stlar, start, ya'ni do'stlar, mana shunday bizga kim bosh beradi, do'stlar? Bizga bermadi, nima deydi? Biz olib qo'yamiz. Boshida probel qildik. Ish qilib. Xo'p, shunda biz olib qo'yibmiz, shuning uchun bermadi, do'stlar. Sizlarga berishi aniq. Xo'p. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Do'stlar, video shu yerda tugaydi, do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan bugun men Steve Minecraft bo'ldim. Xayr, mening krutoy va krassavchik obunachilarim. Video tugadi.